Bismillahirrohmanirrohim. Zamon ziynati. Barcha aybni zamonga yuklaymiz. Holbuki zamon tilga kirsa uyalib qolamiz. Imom Shofiy. Ey farzand, tasavvur qil, bugun o'lding. Umring davomidagi g'aflat onlaring uchun naqadar pushaymon bo'lasan. Koshki deysan. Hayhot. G'azzoli. Sabr va zamon jahli va g'azabdan ko'ra foydali va manfaatlidir. La Fontaine. Vaqt har dardga davo. William Shakespeare. Bilaman, ulg'ayish uchun vaqtning tez o'tishini istaysiz. Tezroq maktabni tugatib, universitetga kirishni, yaxshi ishga joylashishni xohlaysiz. Hammamiz ham shunaqa edik. Zamon yoshlikda bir narsalarning o'tishi uchun bir vositadir. Qanchalik tez o'tsa, maqsadimizga shuncha tez erishamiz deb o'ylaymiz. Adolatning darhol yuzaga chiqishini istaymiz. Vaqt o'tsin, odamlar yaxshi-yomonga, fidokor va loqaydga, mehnatkash va dangasaga ajralsin deb kutamiz. Barcha dard alamlarning tugashini, saodat kelishini istaymiz. Intiqlik bilan kutamiz. Holbuki zamon insonlarni ulg'aytiradi. Har bir tuyg'uning o'z vaqti bor. Har bir narsaning mavridi bor. Kutilgan oni bor. Aslida vaqtimiz ko'p o'ylaydigan tushuncha emas. Ustiga ustak millat o'laroq kech qolish masalasida bizga yuklatilgan vazifani qoyilmaqom qilib bajaramiz. Biror joyga barvaqt borganlar doim kech qolganlarni kutishga majbur. Bu fazilatli kishilarni jazolashning bir usulidir. Holbuki biz hayotimizni zamon asosida rejalashtirgan bir dinning va madaniyatning mas'uliyatini zimmamizga olgan insonlarmiz. Zimmamizda Ibnul Vaqt bo'lish bor, ya'ni zamonning o'g'li bo'lish. Barcha ibodatlarning aniq vaqti belgilangan. Namoz sizni hayotning eng qizg'in pallasini to'xtatadi. Roza azonga bo'lgan e'tiboringizni oshiradi. Ramazon kunlarini duo va ibodat bilan o'tkazishda barakot bor deydi. Shuning uchun inson hayotini sarhisob qilayotganda zamondan qanday istifoda qilganiga qarab ish tutsa, kelajagini aniqroq ko'radi. Siz uchun vaqt juda sekin o'tadi, bilaman. Men ham yangi narsalar o'rganishingiz uchun, o'zingizni tanishingiz uchun, hujuningizni yangi jumlalar bilan to'ldirish uchun har doim kamlik qiladigan, yetishmaydigan zamon haqida gapiryapman. Vaqtimizni naqadar behuda o'tkazamiz. Faqatgina 2 daqiqa ko'zdan kechiray deb kirilgan ijtimoiy tarmoqlarda soatlab qolib ketamiz. Bundan tashqari, vaqtimizni bekorchi narsalarga sarflaganimizni ham bilmay qolamiz. Noman Alixon yomon amallar vaqtda to'g'ri taqsimlamaslikdan kelib chiqadi, deydi. Zamon bizning eng qadrli ziynatimizdir. Zamon har bir insonga adolatli ravishda 24 soatni berib qo'ygan. Har birimiz bu vaqtni o'zimiz bilganimizcha o'tkazamiz. Bir umrni zoya ketkazish ham bor. Vaqtdan unumli foydalanib, go'zal o'tkazish ham bor. Baxtsiz, xoron va xafasiz deylik. Unutmang, kecha baxtli edingiz va u tugadi. Baxtsizlik ham tugaydi. Chunki har bir hisning o'z tugash vaqti bor. Ular tugaydi va o'rniga yangi hislar keladi. Shuning uchun his qilayotgan tuyg'ularingizga shukrona keltiring. Yoshligimizdagi anketa savollarining eng mashhuri bo'sh vaqtingizni qanday o'tkazasiz edi. Hech birimiz bo'sh vaqt ham bo'larkanmi deb o'ylab ko'rmaganmiz. Holbuki bo'lmaydi. Chunki zamon to'ldirilishi kerak bo'lgan bo'shliq emas, balki mazmunli o'tkazish uchun berilgan ne'matdir. Bir zarif so'z. 60 yoshlardagi rassom bir oshxonaga kiradi. Cho'ntagida puli yo'q edi. Oshxona egasiga rasm chizib berishini, buning evaziga ovqatlanishini aytadi. Qornini yaxshilab to'ydirib oladi. Keyin esa juda qisqa vaqtda restoran egasining rasmini chizib, stol ustiga qo'yadi. Rasm restoran egasiga juda yoqadi. Juda chiroyli, ammo deydi oshxona egasi.
Bu rasmni 1 daqiqada chizdingiz, ammo 1 soatdan beri ovqat yeyapsiz. Shunda rassom 1 daqiqa emas, 60 yil 1 daqiqa deb javob beradi.